Bu foydali niqobimizni haftasiga bir marta qo'llang va 10 yilga yosharing. Ko'pchilik odamlarimiz har doim yosh ko'rinishni xohlashadi. Odatda bu holatga erishishimiz uchun juda qattiq tartib-qoidalarga rioya qilishimizga to'g'ri keladi. Har holda go'zallik qurbonlik talab qiladi degan gap bekorga aytilmagan bo'lsa kerak. Ammo biz sizga tavsiya qilmoqchi bo'lgan niqobimizni qo'llasangiz, bu yog'iga hech qanday qattiq tartib-qoidaga amal qilishingizga hojat qolmaydi. Eng qizig'i, bu maskamizni tayyorlashda har birimizning ro'zg'orimizda topiladigan guruch, sut va asaldan foydalanamiz. Guruch mahsulotimiz antioksidant ta'sirga ega bo'lib, ajinlarni yo'qotish, qarish jarayonini sekinlashtirish xususiyatiga egadir. Shuning uchun ham ko'p Osiyo davlatlarining ayollari asosan guruchli upadan foydalanishar ekan. Maskamizni tayyorlash uchun 2-3 osh qoshiq guruch olib suvga solib, o'rta olovda qaynatiladi. Qaynab chiqilgan suvni guruchdan tozalaysiz va undan keyin guruchni sovuq suvda yuvib olinadi va unga 1 osh qoshiq sut, 1 osh qoshiq asal solib yaxshilab aralashtiriladi. Tayyor bo'tqani tozalangan yuz, bo'yin sohasi terisiga surtiladi va 30 daqiqadan keyin guruch qaynatilgan suv bilan yuzingizni chayib olasiz. Muolajadan keyin yuz teringiz mayin, yaltiroq, yorqin tusga kiradi. Bu esa o'z navbatida tanangizning yosharishiga olib keladi. Muolajani haftasiga 1-2 mahal ishlatish tavsiya qilinadi. Ma'lumotlarimiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa like, ma'qul bo'lmagan bo'lsa dislike tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.